Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size kajıyoruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağı 2020 yıl 8. ayının 20. günü. Haftaga Perşembe. Bugünkü vaziyetin eşek hürmetli vatandaş hazır torbettirdi münazara. Amerika Qo'shma Shtatlar havo armiyasining 6 dona bombardimanchi aeroplani Chavshan yerim orali dengiz sohiliga yaqin dengiz osmonida boshliqida manver, ya'ni mashq qilish manveri o'tkazdi. Buni hozir torbetleri tahlil qilib deyishdiki, bu Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasining havo armiyasining Pyongyang, yani Chavshan, Beijing'e bagan agahlandırışı. Biz şunun münasebeti kaldı vatandaşlara. Leksiya sözleyimiz bugün vatandaşın mavzumunda. Birinci pay okna atmay Cumhuriyet Partiyası. Bu 80 gün içinde nemi özgürlüğünü kütüp durdu. Mavzulu xabar 8. ayının 20. günü Erkin Asiya'nın Xitay tili programması e'lon qilindi. Xabar bunday başlandı. Qin Shaoning yozgan maqola, bu maqolaning avtori Qin Shaoning. Yaqinda Cumhuriyet Kompartiyasi tuyuqsiz mundaq e'lon qildi. Amerika armiyasi bilan dengizda uchrashib qolganda tunji bo'lib o'q chiqarmaslik, o'q atmaymiz. Bu xabar bir hafta burun oshkora bo'lgan edi. Nimani tushuntirib berdi bu xabar? Jungo Amerika bilan munosabatni mo'tadillashtiramdi. Jim yetib o'zini samritamdi. Agar jim yetib o'zini samritadigan ish bo'lsa, o qancha uzoqqa boradi? 3 yil yoki 30 yil, ya'ni 30 yil. Amaliyoti Cumhuriyet Kompartiyasi faqat 80 kun saqlab turmoqchi bo'layotdi. Amerikada cho'ng saylamda Joe Biden'ning, ya'ni Amerikada Demokratlar Partiyasining saniga chiqishini, Oq saroyga kirishini saqlab turmoqchi bo'layotdi. Lekin 80 kun o'tgandan keyin Amerikada saylovchilar Jungoning kutgan umididek ish qilib berarmi? Jungo Kompartiyasining yuqori qatlamadimi? Bu to'g'rida aniq say yo'q. Ko'nglida aniq say yo'q. Agar Prezident Trump yana bir qatam prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, Cumhuriyet Kompartiyasi azob uqubat ichida yana 4 yilni o'tkazishga majbur bo'ladi. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, bundoq azoblanib kutish bilan nijot yo'ltizini kutib olg'ili bo'lmaydi. Ittifoqdoshlarni kutib olg'ili bo'lmaydi. Xalqaro vaziyatning Cumhuriyet Kompartiyasiga foydali tarafga taraqqiy qilishini kutib olg'ili bo'lmaydi. Azob ichida kutish yanada azob ichida azoblanishni elib keladi xolos. Cumhuriyet birinci pay o'qni atmaslik kapolat berdi. Shanghai, yani Hong Kong Janubning Sari gazeti 8. ayının 11. günü xabar qilib, xabardor kishilarning xabardan naql keltirib, bundaq dedi. Janubiy dengizning vaziyati intayin xatarlik. Beijing buyruq tushirib, harbiy uçqunchilar ve deniz armiyasi ofitser askarlarining Amerikaning harbiy parxodlari, harbiy aeroplanlari bilan orqa-orqadan uchrashish jarayonida o'zini tutib elishni, hargiz birinchi pay o'qni atmaslikni jekelidi.
o'xshashli Jungo Kompartiyasi har xil yo'llar orqali Amerika tarafga mundaq bildirdi. Hargizmo boshlamchi bo'lib o'q atmaymiz. Hargizmo boshlamchi bo'lib o'q atmaymiz. Bundaq pozitsiya Amerika Jungo o'rtasidagi sovuq munosabatlar urushida nimadan derak beradi? Sovuq munosabatlar urushi oxirlashdimi? Amaliyotda buning aksicha. Bu signal shuni tushuntirib berdi-ki, Jungo Amerika allaqachon sovuq munosabatlar urushi davriga kirib keldi. İki devlet o'rtasida sovuq munosabatlar urushi allaqachon boshlandi. Oddiy misol bilan tushuntirsak, sovuq munosabatlar urushi dushmanlashgan ikki tarafdan o'qni stimolga yo'llashidan, avtomatni qo'lda ching tutib turishidan, o'zaro bir-birini qarag'a elishidan, buning ichida birisining birinchi pay o'qni otmayman deyishidan, shundoq bo'lsa-mu o'qning yanala stolda turishidan, avtomat bilan yanala qarag'a elib turganligidan, faqatla tapka texi besilmaganlikdan derak beradi. Faqatla tapka texi besilmaganligidan derak beradi. Bu albatta hozir ikki tarafning sovuq munosabatlar urushi vaziyatida turganligidan derak beradi. Agar birinchi pay o'qni etib dushmanlashadigan bo'lsa, bu demak qiziq qurollar urushidir, qiziq qurollar urushi deganlikdir. Agar birinchi pay o'q etilsa, sovuq munosabatlar urushi shakillik dushmanlashga tayyorlik qilyotidi deganlik bo'ladi. Amerika azaldan sovuq munosabatlar urushi holatida turganda birinchi pay o'qni atgan davlat emas. Amerika hech qachon birinchi pay o'qni atgan davlat emas. Yaqinni misol qilaylik vatandoshlar. Teröristler mesela New York iqtisodi binası hücum qilib kirdi. Dastlabda hücum qilib kirdi. Amerika uning keynidan uning hujumiga hücum bilan javob qaytardi. Şunu bir yerda Abdur nima deydi? Amerika azaldan birinchi pay o'qni atgan davlat emas. Tarixda Jungo Kompartiyasining o'g'irlikchi o'q atish xotirasi bor. Çavuşan urushidan Vietnam urushigacha Jungo armiyasi Amerika armiyasi bilan ikki qatam elishib boqdi. Avvalgi quruqlikdagi urush, keyingisi Zentop bilan Shimoliy Vietnamda quruqlikda turib, Amerika havo armiyasini to'pga tutish. Har ikkilisida Jungo birinchi pay o'qni o'g'irlikcha atgan edi. Jungo Sovet to'qinishi yuz berganda Damanski oralida Jungo birinchi pay o'qni atgan edi. Undaqda bu qatam birinchi pay o'qni atmaymiz degani qarshi tarafni aldashmi? Yoki vaqtlik ishonchlik tadbirmi? Strategik chekinishmi? Uzun muddatlik chekinishmi? Va yoki qisqa muddatlik chekinishmi?